Do'konimizga kichkina ekskavator olib kelib qo'yganmiz. Ko'rib turganingiz sifatlari yaxshi, pulti boshqariladi. O'yinchog'imizni qisqacha ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingiz so'qishlarga qayriladi. Chashkalarni ko'taradi. Turibdi ham bo'ladi. Ishlar ham yaxshi. O'yinchog'imizni Type-C sim orqali quvvat oladi. O'zini kichkinagina pulchasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, o'sha o'zlari ekskavatorga mos qilib ishlangan. Olovni o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Bu o'yinchog'imiz katta bolalarga mo'ljallangan. O'yinchog'imizni tikkali, joyli qo'yib yurg'izsa ham bo'ladi. O'yinchog'imizni tikkali joyida yurg'izsa ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bemalol chiqadi. Sifatlari zo'r. Narxi 165 ming so'mdan do'konimizda kutib qolamiz.